Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli va har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Qarz sababli qariyalarni uydan chiqarib yuborish mumkinmi? Bank, MIBI, sud ijrochisi yoki qarindoshlar uy sotiladi. Chiqib keting desa nima qilish kerak? Kimning huquqi bor, kimning huquqi yo'q? Bu ma'lumotni hozir ko'rmasangiz, ertaga o'zingiz, ota-onangiz, buvingiz yoki qo'shningiz shunday vaziyatga tushib qolishi mumkin. Verilmagan. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar odamlarni katta xatolardan saqlab qoladi. Men bu masalada sizga oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida tushuntiraman. Qarz borligi o'zi odamni darhol ko'chaga chiqarib yuborishga asos bo'ladimi? Uy garovga qo'yilgan bo'lsa, vaziyat qanday bo'ladi? Uy keksa odam nomida bo'lsa yoki farzand nomida bo'lsa, nima o'zgaradi? Sud qarorisiz birov kelib chiq deyishi qonuniymi? Eng muhimi, siz qanday hujjatlarni yig'ishingiz va qayerga murojaat qilishingiz kerak. Oldin ko'p oilalarda bunday holat kamroq uchrardi. Chunki odamlar katta qarzlarni asosan tanish bilishdan, qarindoshlardan, mahalladan olar edi. Uy joyini garovga qo'yish, kredit shartnomalarini tushunmasdan imzolash mikroqarzlar. Onlayn kreditlar va foizlar masalasi hozirgidek keng tarqalmagan edi. Bugun esa vaziyat o'zgardi. Odamlar telefon orqali kredit oladi, bankdan biznes uchun pul oladi. Uyini garovga qo'yadi. Ba'zan farzand ota-onasining uyini vaqtincha garov deb rasmiylashtiradi. Keyin qarz qaytmasa, foiz, penya, sud xarajatlari, ijro xarajatlari qo'shiladi. Natijada 10 million so'mlik qarz 10 millionga, 100 million so'mlik qarz 160 millionga chiqib ketishi mumkin. Eng og'ir tomoni shundaki, bu jarayonda ko'pincha qariyalar zarar ko'radi. Masalan, o'g'il kredit oladi, ona uyini garovga qo'yib beradi. 1-2 oyda yopaman deydi. Lekin ish yurishmaydi. Bank sudga beradi, sud qaror chiqadi, keyin ijro ishi ochiladi. Uy auksionga chiqarilishi mumkin. Ona esa men axir kredit olmaganman, nega meni uyimdan chiqarishadi deb qoladi. Mana shu joyda odamlar chalkashadi. Qarzni kim olgani, garovni kim bergani, uy kim nomda ekani, uyda kim ro'yxatda turgani va sud qarori bor yo'qligi hammasi alohida masala. Men aniq aytaman, hech kim sud qarorisiz, qonuniy tartibsiz shuncha qo'rqitib, baqirib bugun chiqib ket deb odamni uydan haydab chiqara olmaydi. Ayniqsa keksa odamni, nogironligi bor odamni, voyaga yetmagan bolali oilani kuch bilan chiqarish jiddiy huquqbuzarlik bo'lishi mumkin. Lekin bu qarz bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi degani emas. Agar uy garovda bo'lsa, sud qarori bo'lsa va ijro tartibi boshlangan bo'lsa, uy sotilishi xavfi real bo'ladi. Shuning uchun muammoni yashirish emas. Vaqtida huquqiy choralar ko'rish kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi? Birinchi muhim savol, uy qarz uchun garovga qo'yilganmi yoki yo'qmi? Agar uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, oddiy qarz uchun kreditor darhol uyga kelib, men bu uyni olaman deya olmaydi. Masalan, bir odam qo'shnisidan 20 million so'm qarz oldi, tilxat yozdi. Qarzni qaytarmadi. Qo'shni sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qaror chiqarishi mumkin. MIB qarzdorning ish haqi, bank kartalari, mashinasi, boshqa mol-mulkiga ijro qaratishi mumkin. Lekin qarzdorning yagona yashash uyiga ijro qaratish masalasida qonuniy cheklovlar, tartib va sud hujjatlarining mazmuni juda muhim. Ya'ni tilxat bor. Demak, uyini olaman degan gap avtomatik ishlamaydi. Ikkinchi savol. Uy garov shartnomasi bilan bankka yoki boshqa tashkilotga ta'minot sifatida berilganmi? Agar garov shartnomasi notarial tasdiqlangan, kadastr va davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, bu juda jiddiy. Bunday holatda qarz qaytmasa, kreditor garovdagi uyni sotish orqali qarzni undirishni talab qilishi mumkin. Masalan, 2022 yilda oila 200 million so'm kredit olgan, otaning nomidagi uy garovga qo'yilgan. Oylik to'lov 5 million so'm bo'lgan, 1 yil to'langan. Keyin to'lov to'xtagan. Bank bir necha marta ogohlantirgan, keyin sudga bergan. Sud qaroridan so'ng uy elektron auksionga chiqarilishi mumkin. Bu yerda ota men qarz olmaganman, faqat kafillik yoki garov berganman desa ham. Agar u ongli ravishda garov shartnomasiga imzo chekkan bo'lsa, uy xavf ostida bo'ladi. Uchinchi savol, uy kimning nomida? Ko'p odamlar uyda men yashayman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Aslida hujjat muhim, kadastr kimning nomida? Oldi sotdi yoki hadya shartnomasi kimga rasmiylashtirilgan? Meros ochilganmi? Ulushlar belgilanganmi? Misol uchun, bu 30 yildan beri uyda yashaydi, lekin uy o'g'lining nomida. O'g'il katta qarzga kirgan. Agar uy o'g'il nomida bo'lsa va uning mulki sifatida ro'yxatda tursa, ijro jarayonida bu uy masalasi ko'tarilishi mumkin.
Bu ro'yxatda turgani, u yerda yashagan yosh katta ekani e'tiborga olinadi. Lekin mulk huquqi alohida masala. Shu sababli qariyalar farzandlariga uy hujjatini o'tkazishda juda ehtiyot bo'lish kerak. 4-savol. Siz faqat ro'yxatda turasizmi yoki mulkdormisiz? Ro'yxatda turish yashash huquqiga oid masala, mulkdorlik esa egalik huquqi. Masalan, uy ona nomida, o'g'il ro'yxatda turadi, o'g'il 1 million qarz olgan. Agar ona qarzga kafil bo'lmagan, garov bermagan, uy o'g'il nomida emas, o'g'ilning qarzi uchun onaning uyini sotish juda murakkab va odatda mumkin emas. Kreditor o'g'ilning o'z mol-mulkini qidiradi. Lekin o'g'il uyga mening ulushim bor deb da'vo qilgan bo'lsa, nikoh davridagi mulk yoki meros ulushi bo'lsa, unda alohida sud jarayoni bo'lishi mumkin. 5-savol. Qarz bankniki, mikromoliya tashkilotiniki, aliment, soliq, kommunal qarz yoki xususiy shaxsniki. Qarzning turi ham katta ahamiyatga ega. Aliment bo'yicha qarzdorlikda ijro choralari qat'iyroq bo'lishi mumkin. Soliq yoki majburiy to'lovlarda davlat organlari o'z vakolati doirasida harakat qiladi. Bank krediti bo'yicha shartnoma, garov va kafillik tekshiriladi. Xususiy shaxsga tilxat asosidagi qarzda esa avval sud qarori kerak bo'ladi. Har birida uydan chiqarish, oxirgi murakkab va qonuniy tartib bilan bog'liq masala, qo'rqitish bilan emas. Keling, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, 72 yoshli otaxonning uyi o'z nomida. Nabirasi biznes ochaman deb 6 million so'm qarz oladi. Otaxon na kafil bo'lgan, na garov bergan, nabira qarzni qaytarmaydi. Kreditor kelib otaxonga nabirangiz shu uyda yashaydi, uyini sotamiz deydi. Bunday holatda otaxon darhol hujjat so'rashi kerak. Sud qarori bormi, ijro varaqasi bormi, qarzdor kim, garov shartnomasi bormi? Agar hujjat bo'lmasa, bu oddiy bosim bo'lishi mumkin. Otaxon ichki ishlar organlariga, mahalla raisiga, prokuraturaga yoki advokatga murojaat qilishi kerak. Ikkinchi misol, 6 yoshli ayol o'g'liga 1,5 million so'mlik kredit uchun uyini garovga qo'yib beradi. Notariusda imzo chekadi, lekin matnni o'qimaydi. Faqat ruxsatnoma deb o'ylaydi. 3 yildan keyin bank uy auksionga chiqishini aytadi. Bu yerda men bilmaganman degan gapni isbotlash qiyin. Agar ayolga aldov, bosim hujjatni tushuntirmaslik, notarial tartib buzilishi bo'lgan bo'lsa, sudga da'vo kiritish mumkin. Lekin vaqt o'tib ketgan bo'lsa, shartnomani bekor qildirish ancha qiyinlashadi. Demak, imzo chekishdan oldin hujjatning har bir bandini tushunish hayotiy zarurat. 3-misol, er-xotin nikoh davomida uy sotib olgan, lekin uy er nomida. Er qarz olgan, keyin sud ijrosi kelgan. Xotin uy faqat erimniki emas, mening ham ulushim bor deb sudga murojaat qilishi mumkin. Agar uy nikoh davrida umumiy mablag'ga olingan bo'lsa, xotinning ulushi tan olinishi mumkin. Bu esa qarzni undirish jarayonida muhim. Chunki qarzdorga tegishli bo'lmagan ulushni oddiy tartibda sotish mumkin emas. Shuning uchun oilaviy mulk ulush nikoh shartnomasi, meros hujjatlari juda muhim. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Uyini garovga qo'yganlar, kreditga kafil bo'lganlar, qarz shartnomasiga imzo chekkanlar, suddan chaqiruv qog'ozi olganlar, MIBdan bildirishnoma kelganlar, uy hujjatlari farzand nomida bo'lib, o'zi shu uyda yashayotgan qariyalar. Kim nisbatan xotirjamroq bo'lishi mumkin? Qarzga umuman aloqasi yo'q, imzo chekmagan, kafil bo'lmagan, uy o'z nomida va garovda bo'lmagan odam. Lekin baribir xotirjamlik hujjat bilan bo'ladi. Og'zaki gapga ishonmang. Kadastr, shartnoma, sud qarori va ijro hujjatlarini tekshiring. Eng katta tuzoq faqat kafillik, hech narsa bo'lmaydi degan gap. Kafil bo'lish juda jiddiy majburiyat. Qarzdor to'lamasa, kreditor kafildan talab qilishi mumkin. Agar siz kafil bo'lsangiz, men pulni olmaganman deyishingiz sizni to'liq qutqarmaydi. Kafillik shartnomasida nimaga javobgar ekansiz? Qarz summasi, foiz, penya, muddat, javobgarlik tartibi yozilgan bo'ladi. Qariyalar ko'pincha farzandini ayab imzo chekadi. Keyin pensiyasidan ushlab qolinadi yoki mol-mulkiga ijro qaratish xavfi tug'iladi. Ikkinchi tuzoq, hadya shartnomasi. Ba'zi qariyalar farzandim qarasin deb uyini o'g'liga yoki qiziga hadya qiladi. Keyin farzand qarzga kiradi yoki kelin-kuyov bilan kelishmovchilik bo'ladi. Qariya esa o'z uyida begona odam deb qolib ketadi. Agar hadya shartnomasida qariyaning umrboqi yashash huquqi, foydalanish huquqi aniq yozilmagan bo'lsa, muammo kuchayadi. Shuning uchun uy-joyni farzandga o'tkazishda albatta advokat yoki notariusdan men shu uyda umr bo'yi yashash huquqimni qanday saqlab qolaman deb so'rash kerak. 3-nozik jihat, sudga bormaslik. Ko'p odamlar suddan qog'oz kelsa qo'rqib yashirinadi. Bu juda katta xato. Siz sudga bormasangiz ham ish ko'rilishi mumkin. Keyin qaror chiqadi. Siz esa men bilmaganman deb qolasiz. Sudga borish, e'tiroz bildirish
qarz summasini kamaytirishni so'rash, penga haddan tashqari ko'p bo'lsa kamaytirishni talab qilish, muddat o'tgan bo'lsa davom muddati haqida masala ko'tarish mumkin. Bularning hammasi sud jarayonida aytiladi. Vaqtida aytilmagan gap keyin kech bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, MIB xodim bilan janjallashish muammoni hal qilmaydi. Sud ijrochisi sud hujjatini ijro qiladi. Agar siz ijro harakati noto'g'ri deb hisoblasangiz, og'zaki baqirish emas, yozma shikoyat berish kerak. MIBning yuqori turuvchi organiga, sudga, prokuraturaga murojaat qilish mumkin. Ijro harakatlarini to'xtatib turish, baholash natijasiga e'tiroz bildirish, auksion tartibini tekshirish, qarzini bo'lib to'lashni so'rash kabi huquqiy yo'llar bor. 5-tuzoq, qarz summasini tekshirmaslik. Masalan, odam 1 million so'm olgan, lekin undan 95 million so'm talab qilinyapti. Bu yerda asosiy qarz, foiz, penya, jarima, sud xarajati, ijro yig'imi alohida ko'rilishi kerak. Har bir summa qonuniy hisoblanganmi? Shartnomada bormi? Foiz hisoblash muddati to'g'rimi? To'lov qilingan kunlar inobatga olinganmi? Ba'zan odamlar allaqachon to'lagan kvitansiyalarni yo'qotadi. Bank esa qarzdorlikni to'liq ko'rsatadi. Shuning uchun har bir to'lovni tasdiqlovchi hujjatni saqlash kerak. 6-nozik masala qariyaning sog'ligi va ijtimoiy himoyasi. Agar keksa odam yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, bu holatlar ijro jarayonida va sudda e'tiborga olinishi kerak. Bu qarzni avtomatik bekor qilmaydi, lekin ko'chirish tartibi, muddat berish, boshqa yashash joyi masalasi, mahalla va ijtimoiy xizmatlar ishtiroki uchun muhim. Shu sababli tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, pensiya guvohnomasi, mahalla tavsifnomasi kabi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. 7-muhim jihat, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo chekmang. Keyin to'ldiramiz, faqat formalnost, bank so'rayapti, notariusga shuncha kerak degan gaplar eng xavfli gaplar. Qariyalarning ko'pi ishonuvchan bo'ladi. Farzandi, qarindoshi, tanishi aytsa imzo chekadi. Lekin ertaga shu imzo uy, pensiya, mol-mulk, sud xarajatiga aylanib ketishi mumkin. Imzo bu mas'uliyat. Tushunmagan hujjatga imzo qo'ymaslik uyat emas, aksincha to'g'ri qaror, amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak? Agar sizga qarz sababli uydan chiqish talab qilinayotgan bo'lsa, birinchi qadam, vahimaga tushmang va og'zaki gapga ishonmang. Sizdan hujjat ko'rsatishni so'rang. Qaysi sud qarori asosida? Qaysi ijro ishi raqami? Qarzdor kim? Qarz miqdori qancha? Uy garovdami? Auksion haqida rasmiy bildirishnoma bormi? Bu savollarni muloyim, lekin qat'iy bering. Ikkinchi qadam, uy hujjatlarini yig'ing. Kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, hadiya shartnomasi, miros guvohnomasi, garov shartnomasi, kredit shartnomasi, kafillik shartnomasi, ro'yxatda turuvchilar haqidagi ma'lumot, kommunal to'lov kvitansiyalari, soliq to'lovlari, uyga egalikni tasdiqlovchi barcha hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, kadastr organidan, notarial arxivdan, bankdan yoki tegishli tashkilotdan nusxa oling. 3-qadam, qarz hujjatlarini tekshiring. Kredit shartnomasini to'liq o'qing. Siz qarzdormisiz, kafilmisiz, garov beruvchimisiz yoki umuman aloqangiz yo'qmi? Qarzdorlik hisob-kitobini yozma ravishda so'rang. Bankdan yoki kreditordan qarzning tarkibini talab qiling. Asosiy qarz qancha, foiz qancha, penya qancha, jarima qancha? Har bir to'lov kvitansiyasini alohida tartiblang. 4-qadam, agar sud qarori chiqqan bo'lsa, uning nusxasini oling. Sud qaroriga rozi bo'lmasangiz, belgilangan tartibda apellyatsiya yoki boshqa protsessual choralarni ko'rish mumkin. Muddat o'tib ketgan bo'lsa ham, nima sababdan o'tkazib yuborganingizni asoslab muddatni tiklash masalasini ko'tarish mumkin. Buning uchun advokat bilan maslahatlashish foydali. 5-qadam, MIB ijro ishi bo'lsa, ijro hujjati bilan tanishing. MIBga yozma ariza bering. Ijro ishi materiallari bilan tanishish, nusxa olish, qarzdorlik hisob-kitobini olish. Baholash, dalolatnomasi bilan tanishish, ijro harakatlarini ma'lum muddatga kechiktirish yoki bo'lib ijro qilish masalasini ko'rib chiqishni so'rang. Arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki pochta orqali yuborsangiz, kvitansiyani saqlang. 6-qadam, agar uyda qariya, nogironligi bor shaxs voyaga yetmagan bola yashasa, buni albatta yozma ko'rsating. Mahallada ma'lumotnoma oling. Tibbiy hujjatlarni ilova qiling. Pensiya yoki nogironlik hujjatlarini qo'shing. Bu hujjatlar sizning insoniy va ijtimoiy holatingizni ko'rsatadi. Yana aytaman, bu har doim qarzni bekor qilmaydi. Lekin jarayonning qonuniy va ehtiyotkorlik bilan olib borilishiga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, agar sizni qo'rqitishsa
eshikni buzishga urinishsa kuch bilan chiqaramiz deyishsa, darhol ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qiling. Har qanday shaxs, hatto kreditor ham sud ijrochisiz va qonuniy tartibsiz uyga bostirib kirishga haqli emas. Audio video yozuvlarni qonuniy doirada saqlang. Guvoh chaqiring. Mahalla vakilini xabardor qiling. Lekin o'zingiz ham haqorat qilmang, jismoniy qarshilik ko'rsatmang, chunki keyin vaziyat sizga qarshi ishlashi mumkin. 8-qadam, advokat yoki yuridik maslahatga murojaat qiling. Ayniqsa uy garovda bo'lsa, sud qarori chiqqan bo'lsa, auksion e'lon qilingan bo'lsa, vaqt juda qimmat. Ba'zan bir hafta ichida e'tiroz berish kerak bo'ladi. Ba'zan baholashga shikoyat qilish kerak bo'ladi. Ba'zan shartnomani haqiqiy emas deb topish uchun alohida da'vo kiritish kerak bo'ladi. Internetdagi umumiy maslahat yetarli bo'lmaydi. Hujjatni ko'rgan mutaxassis aniq yo'l ko'rsatadi. 9-qadam. Qarzni qayta tuzish bo'yicha muzokara qiling. Bank bilan gaplashib, restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, penyaning bir qismini kamaytirish, to'lov jadvalini qayta tuzish haqida yozma ariza bering. Men to'lamayman deyishdan ko'ra men to'lashga tayyorman, lekin mana bunday jadval kerak deyish ko'proq natija beradi. Agar qarz xususiy shaxsga bo'lsa, kelishuvni faqat yozma, aniq summa va muddat bilan rasmiylashtiring. Og'zaki kelishuvga ishonib qolmang. 10-qadam. Kelajak uchun profilaktika qiling. Qariyalar uyini garovga qo'yishdan oldin oilaviy kengash o'tkazing, lekin faqat his bilan emas, hujjat bilan qaror qiling. Kredit nima uchun olinmoqda? Daromad manbai qayerda? Oylik to'lov qancha? Kechiksa nima bo'ladi? Uy yo'qotilishi mumkinmi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, imzo chekmang. Farzandni yaxshi ko'rish boshqa. Butun umr yashagan uyingizni xavfga qo'yish boshqa. Men yana bir muhim gapni aytaman. Qarz masalasida uyat qilish kerak emas. Ko'p qariyalar odamlar bilmasin deb muammoni yashiradi. Natijada muddatlar o'tib ketadi. Sud qarori kuchga kiradi, auksion yaqinlashadi. Aksincha, vaqtida murojaat qilsangiz, imkoniyat ko'proq bo'ladi. Mahalla, advokat, bank, MIB, sud, prokuratura iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar. Bepul yuridik yordam tizimlari bor. Muhimi hammasini yozma qiling va hujjat saqlang. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qarz borligi odamni darhol uydan haydab chiqarish degani emas. Sud qarori, ijro tartibi, garov shartnomasi, mulk huquqi, ro'yxat, kafillik, qarz turi hammasi alohida tekshiriladi. Lekin uy garovga qo'yilgan bo'lsa yoki siz kafil bo'lgan bo'lsangiz, xavf real bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'rqmasdan, lekin kechiktirmasdan harakat qilish kerak. Mening tavsiyam, har qanday imzodan oldin o'qing. Tushunmasangiz imzo chekmang. Uy hujjatlarini tekshiring. Suddan kelgan qog'ozni e'tiborsiz qoldirmang. MIB bilan faqat yozma tartibda ishlang. Qariyalar va ota-onalaringizni bunday hujjatlarda yolg'iz qoldirmang. Sizning oilangizda yoki tanishlaringizda shunday holat bo'lganmi? Qarz sababli uy bo'yicha bosim qilishganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun bir oilani uydan ayrilib qolishdan saqlab qolishi mumkin.